Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana men Leocraft. Bugun biz bosslar jangini ikkinchi fasl 3-qismini olamiz. Bu qismda 2 ta raund bo'ladi. Birinchi raundda Mega Godzilla va Olovli Godzilla urushadi. Mega Godzilla yana 20 ta bo'ladi va Olovli Godzilla bitta bo'ladi. Keyin ikkinchi raundda Mega Godzilla 30 ta bo'ladi, keyin Olovli Godzilla 1 dona bo'ladi. Qani ko'ramiz. Bu videoda Mega Godzilla Olovli Godzillani yuta olarmikan? Unda men Mega Godzilla bilan Olovli Godzillani tiriltirib olaman. Bu jang ham Olovli Godzilla Mega Godzillani yana bir bor yutdi. Endi men ikkinchi raundga o'tamiz. Men уже tiriltirib olaman hozir 30 ta Mega Godzillani. 30 ta Mega Godzillani Olovli Godzillani tiriltirib Olovli Godzilla esa qabul etmasa hammasi yerga qaradi.
olib video yoqqan bo'lsa like bosing va obuna tugmasini ham bosib qo'ying. Bu sizlardan boya aytganimdek katta podдержка bo'lgan bo'lardi. Mana bosslar jangini ikkinchi fasli 3-qismi tugadi va bu ikkinchi fasl 3-qismi, ikkinchi faslini so'nggi qismi bo'lib, xudo xolasa 3-faslini chiqazaman bosslar jangini. Video shundan iborat edi. Xayr, salomat bo'linglar.